Assalomu alaykum Alki Torna aziz ko'rganlar, Alki ekrani programmasining yangi son orqali sizlardan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xursandmiz. Biz bugun Shinjang elektron saroyining 6-qaytiga joylashgan Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazi turib sizlarga xabar beryapmiz. Shu minutlarda biz shunday bir ahamiyatli faoliyatga ishtirok bo'lish oldida. Bugun Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazining alayda o'rlashtirishi bilan ustoz Abduqodir Jaloliddin bir maydon liseya so'zlash faoliyati ilib olmoqchi. Unda xizmatlayman faoliyat ahvolidan bir xabardor bo'lib boqaylik. Yili 7 ayning 10 kuni tushdan keyin soat 5 bilan Shinjang Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazi o'qituvchi o'quvchilar va bir qism mehmonlar bilan liq tushib ketgan edi. Algi tunilgan suyumlik naqshchimiz Mo'minjon Ablikim boshchiligida qurilgan Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazining alohida o'rinlashtirishi va taklif qilishi bilan Shinjang Pedagogika universitetining professori o'zgacha fikrlari bilan dillarni ram qilib, nurg'ulg'an qalblarni larzaga solgan ustoz Abduqodir Jaloliddin bugun yoshlarga bir maydon liseya so'zlash faoliyati ilib bordi. Bu faoliyatga Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazining rahbarlari, o'quvchi o'quvchilar, shundaqla Shinjang televiziya stansiyasi, Alki Tor texnika cheklanish shirkati, Alki Tori qatorliq axborot vositalarining vakillari va har qaysi oliy maktablardagi o'quvchilardan bo'lib 300 dan ortiq odam qatnashdi. Faoliyat nihoyatda jo'shqin holda o'tkazilib, o'tkir tili, qoyil qilarliq gaplari bilan hammalarning hurmatiga sazovor bo'lgan ustozimiz Abduqodir Jaloliddin yoshlar va jamiyat, til o'rganish, tirishish, keyingi istiqbol qatorliq o'xshamagan temalarda erkin azodi liseya so'zlab, keng qatnashuvchilarga yaxshi bir maydon ma'naviy dars so'zlab o'tdi. Liseya davomida har qaysi liseya o'quvchilar Abduqodir Jaloliddindan o'zining tushunmagan masalalar haqida savollarni so'rab, liseya faoliyatining atrofliq bo'lishini hamda tushunish doirasini texnik cho'nqirlashtirdi. Biz faoliyat jarayonida Alki ekrani orqali ustoz Abduqodir Jaloliddin va Sabah Ma'rifat Ma'rif markazining qurg'uvchisi Mo'minjon Ablikim hamda shu yerdagi bir qism kishilar bilan ziyorat ilib bordik. Biz Alki Tori va barliq to'rdoshlar nomidan Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazining buningdan keyingi ma'rif ishlarida texnik cho'ng g'albalarga erishishini, suyumlik naqshchimiz Mo'minjon Ablikimning ijodiy hayotining yanada parlaq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Yarni kelsin deganlar, meni kelsin debdimi? Yarni kelsin deganlar, meni kelsin debdimi? Kuya kutiya nonnikan, meni o'lsin debdimi? Kuya kutiya nonnikan, yar meni o'lsin debdimi? Assalomu alaykum Abduqodir ma'lum yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Jamiyatimizda Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazlaridagi til tarbiyalash markazlarining qurilishi, shundaqla yoshlarimizning til o'rganishiga qiziqishga qanday qaraysiz? Jamiyatimizda hozirgi dunyoda bo'layotgan madaniyat, iqtisod, ma'rif jihatdagi o'zgarishlarga nisbatan darhol vaqtida inkas qaytara oladigan bir turkum saga kishilar yoshlarning til o'rganish, ma'rifat o'rganish jihatdagi qiziqishlarini qondirish uchun ba'zi shaxsiy til o'rganish maktablarini orqa-orqadan barpo qilyotdi. Menimcha, aslab kelsak, bu xil maktablarning paydo bo'lganiga hali uzun tarix bo'lib qoldi bir hisobda. Bu bir hisobda xalq kuchlari o'zi o'tirg'i chiqib, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zining safosini o'stirishga urinishningki bir tipik jumlasi bo'lib hisoblandi. Albatta buni tamamen yaxshi ish deb mayallashtirish kerak endi. Bunday kuchlar qancha ko'paysa, mayli hukumatimizga nisbatan, mayli tarafdan nisbatan vaqtda ma'rif tarbiyalash jihatdagi uningdagi besimi azlaydi.
xalq o'z-o'ziga tayanib, o'z aql parasiga tayanib, o'zining kuchiga tayanib turib, o'z-o'zini tarbiyalaydi. Bu jamiyatga bir yaxshi burilish endi. Biz endi 21-asrning o'zini bilim, uchur davri da'vatga ahvol ostida. Menimcha xalqningki boshqalarga qarab turmay, hukumat qarab turmay, o'z-o'zini tarbiyalash jihatdagi mushkul sagaylikninki bosh ko'tarishni o'zi bir yaxshi ahvolda endi. Bu menimcha har jihatdan, moddiy jihatdan va ma'naviy jihatdan to'liq qo'llashga erishish kerak deb o'ylayman endi. Hozir sharoitda chet ellarga yo'zilib, mayli Yaponiya, mayli Yevropa, Amerika yo'zilib shu yerda ilim markazlarida o'rin olib, sistemlik bilim oshirayotgan, bilim o'rganayotgan bir turkum yoshlarimiz borligi kelyapti. Ular har qaysi sohada endi o'zimizning jamiyatini, millatimizni tashviq qilish jihatda ular ijobiy rol o'ynadi. Ular shu dastlab qadamni nerdan oldi degan vaqtda, ya'ni shu jamiyatimizda qo'lgan shaxsiy kuchlar xalq kuchlari ochgan mushkul tilgirish maktablarida tunji qadamni olganlar bo'lib hisoblandi. Chunki bu mandirib o'tgan vaqtda xalq kuchlari ochgan mushkul tilgirish maktablariniki ma'rifimizni, madaniyatimizni yuksaltirish jihatida o'ynagan rolni hargiz salchoqlashga bo'lmaydi deb o'ylayman. Yani tarix nuqtalib o'tgan vaqtida bizda hozir bu tilgirish maktablari O'rimchi deymiz va boshqa viloyat va shaharlarda hozir ochilishga boshladi. Belgilik tarixiy jarayonlar borliq keldi. Meningcha bu maktablarni o'zi xos bo'lgan tajriba saboqlarni yakunladi deb o'ylayman endi. Garchi endi bu maktablarningki jamiyat uchun qo'shayotgan, madaniyat va ma'rifat uchun qo'shayotgan to'pisini mayillashtirish to'g'ri kelsa-mi? Ama ularninki yani ba'zilari tijorat xarakterlik to'xtatib tutayotgan muomalasini bizdan ba'zi tanqidiy muomala qilmaydi bo'lmaydi endi. To'g'ri, til o'rganish maktablari o'zining iqtisodiy jihati ba'zi qamdimisin bo'lmaydi endi. Onun da belgelik bir iqtisodiy arıq ko'rinish bor, tijoriy xarakterimi ham bor. Bu bir iqtisodiy davrda tamamen mayallashtirish kerak bir tep. Ammo endi til o'rganish bir ma'rifning bir mazmuni, bir tarkibiy qismi. Bu ma'rif bo'lgan ekan, uni cho'qim bir loyiq bir pedagogik qonun e'tibor deb qaraymiz endi. Ana shu navbat til o'rganish maktablari o'zining ta'sir doirasini iqtisodiy jihatdan kengaytirib qolmasdan, balki ma'rifninki pedagogik ilmiy qonuniyatga hurmat qilgan asosda bir xil ma'rif obrazini va bir xil pedagogik obrazini tiklashidek deb qarayman. Shunga til o'rganish maktablarida belgilik bir xil o'zining mavjud uchun iqtisodiy kafolatni o'ylash bilan bir vaqtda kelgusi yillar uchun texnik ta'sirini ijtimoiy nuqtadan, madaniyat va ma'rif nuqtadan kengaytirish to'g'risida belgilik bir yorqin, to'g'ri bir ideya bo'lish hammadan muhim deb o'ylayman. Mümcaka yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mümcaka siz xalqimizning yoqtirishiga erishib kelgan bir talantli nasib bo'lish sifatingiz bilan sansizgan qalblarga ma'ni zo'q berib keldingiz. Men endi Sabah ma'rifat tarbiyalash markaziga o'xshash bizning ilm ma'rifat makonini qurib chiqdingiz. Undan so'ng oldi bilan maktabingiz haqida qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Maktabimiz Şu yıl birinci ayda o'qish boshlagandan beri hozir qisqagina 6-7 ay vaqtni besib o'tdi. Bu jarayonda maktabimiz nurg'unlagan qimmatli fikrlarni qabul qilish bilan birga o'qituvchilarimizning uzluksiz tirishchanligi asosida xeyli yaxshi mol tajribalarni to'plab o'quvchilarningki ya'ni orzulari bo'yicha, taklif fikrlari bo'yicha xeyli yaxshi natijalarga erishib, maktabimizni mukammallashtirishga qarab izlanyapmiz. Bu jihatda men mush 6 oy jarayonida bizni yaqindan qo'llab bergan, bizga qimmatli fikrlarni bergan barliq qarindoshlarimizga alohida rahmatimni bildiraman. Mümcaka bugun mushtaq yaxshi bir leksiyani o'rlashtirib berganinglarga hammamiz ko'pdan-ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Undan so'ng bu qitim Sabah ma'rifat ma'rif tarbiyalash markazi nima uchun mush leksiyani o'rlashtirdingiz, haqida so'zlab beramsiz? Endi ko'pincha o'quvchilarimiz o'rganishda, nishonni belgilashda bir oz qiyinchiliklarga duch keladi. Qanday qilish kerakligi to'g'risida gangrab qoladi. Ustozlarimizninki bu jihatda tajribasi mo'l, nimani qilish kerakligini Allohburun bilib olganlar. Boya ustoz Abduqodir Kamma dedi, bir odamga iqtisod berish orqali yordam qilmasdan, uningga qanday yashash, qanday yurish, qanday o'zining orzu-armoniga yetish haqida ozroq Müşnunga yol ko'rsatib berish, yo'lni qanday men to'g'risida taklif fikrini berishning o'zimi eng chong yordam deb. Shunga bu qatam asos maqsadimiz o'rganuvchilarga yaxshi bir to'g'ri bir nishonni belgilab berishda Abduqodir Kamning ozroq bo'lsa yordamiga erishamikin deb o'rlashtirdik. Demak, bu orqali o'quvchilar nurg'un vaqtni tejalaydi. Vaqt deganning o'zi bir oltindan qimmat boylik deganlik. Shunga biz kichikgina bir fursat orqali o'quvchilarimizga o'rgangichlarga bir boylik yaratib berganligimizdan xursandmiz. Mümcaka mushtaq faoliyatlar maktabingizda davomli o'tkazilib turamdi. Bundan keyin
Biz bundan burun san'at faoliyatlarini vaqt qaralida qilib turgandik. Endi yana shu san'at faoliyatlarimizga qatib vaqt qaralida imkoniyatimizni yetib berishcha adablarimizni, shoir yozuvchilarimizni va har qaysi sohadagi ixtisosli kishilarni, korxonchilarni vaqt qaralida taklif qilib o'quvchilarimiz bilan yuz ko'rishib, ularning tajribalarini o'quvchilarga tunishtirmoqchimiz. Rahmat Namjak aka, bugungi ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'pdan-ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Shundaqla biz bundan keyin Sabah Ma'rifat Ma'rif tarbiyalash markazining ishlarining texnik utuqlik bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Bugungi Abduqodir muallimning litseyasini olgandan keyin nimalarni o'yladingiz? Qisqa so'zlab beraman.